Hammaga salom, sizlar bilan Lancho Minecraft. Bugungi videoda temir odam va o'rgimchak odam modlarini ko'rib chiqamiz. Video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Qani bo'lmasa ketdi. Bizning birinchi kiyimimiz, lekin men bilmayman bu qanaqa kiyimligini. Lekin bizga farqi yo'q, kiyib ko'ramiz. Qani? Buni asta-sekin kiyib olamiz, uni joyiga qo'yamiz va kiyamiz. O dahshatku. Bu lazermi nima bu? Da lazer. Temir odamning bu kiyimi juda ham ajoyib ekan. Bu xususiyatlari ham temir odamda hamma kiyimlarda bo'lishi kerak. Bu aytganda lazer ekan, bu ikki qo'lli lazermi? Juda ham zo'r ekan. Vijivaniya qilayotganda kerak bo'lishi mumkinligini bilmayman. Bu motodami? Hayishga o'tadimi bu hayishga? Menimcha shunday do'stlar. Kiyim shunday bo'ladi. U qalqon ham bor ekan. Qalqon qo'ysa ham bo'lar ekan. Zo'r ekan bu kiyim. Ayniqsa o'zining xususiyatlari bor bu yoqda. Ayli. Zo'r ekan kiyimi. Yana o'zi boshqa kiyimga o'tamiz. U perchatkami bu? Perchatka. Perchatkasi ham zo'r ishlaykan. Buni qanday ishlash bilmadim. Lekin zo'r ekan kiyim. Qani o'zi boshqa kiyimga o'tamiz. Bizning ikkinchi kiyimimiz menimcha bu temir odam birinchi qismidagi kiyim bo'lsa kerak. Menimcha aniq o'sha. Qani kiyib ko'ramiz. Bu zo'r-ku. Xususiyatlari ham avvalgisiga o'xshagan ekan. Kiyimcha zo'r ekan. Ular nima? Mana lazer ham bor ekan. Lazerli pichog'i. Buni ishlatib ko'ramiz. Tushganda ham yerga dahshat tushar ekan. Uchirtirib ko'ramiz. Ushmadi-yu. Mana endi uchadi. Bu kiyim uchsa ham bo'lar ekan. Normal kiyim ekan. Bu kiyim menga yoqdi. Bu kiyimga undan necha baho ketasizlar, kommentariylarga yozib ketinglar. Bu menga juda ham qiziq bo'ladi. Mana qo'yat bizning 3-chi kiyimimiz. To'lig'ini buni ismini men bilmayman. Bu 3-chi qismda chiqqanini ham bilmayman. Iron Mark Ammon Mark 1 ekan ismi. Lekin tanish emas kiyimi. Kimdir eslagan bo'lsa, kommentariylarga yozib ketinglar. Nima xususiyatlari bu? Olib qo'yamiz. Lazer, olopruka ekan. Bu hamma xususiyatlari bor. Olopruka ko'ramiz endi. Nima qildi? Ijan yonmadi-ku, yondan. Ona yonib ketdi. Yonib ket. Bu nima? Avvalgi daraga o'xshagan lazer ekan. Buni joyiga qo'yamiz. Bu yerda temir odamning kiyimlari juda ham ko'p. Hammasini kiyib ko'rsam videomiz uzun bo'lib ketadi. O'sha uchun ba'zi birlarini kiyib ko'raman. O'zimga yaxshi ko'ringanlar. Masalan, mana qani kiyib ko'ralqani, bu ham o'shalarga o'xshaganmi nima? Qani ishlar o'shalarga o'xshaganda. Qani kiyib ko'ramiz. Yo-mayo. Hammasi shunaqa. Hali mana buni ishlatib ko'rganim yo'q. Qani ishlatamiz? Yuragidan lazer chiqibdi, yuragidan. Nima narsalar bo'lar buni? Endi hammasini ko'rdik hozir. Shu joyda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. 2000 ta bo'lishimizga ham juda ham oz qoldi. 2000 ta bo'lganimizdan keyin juda ham zo'r video sizlar kutib turibdi. Qani narsaga omad. Temir odam yana bir kiyimi. Bu qanaqa kiyim ekan? Ko'rinishidan juda ham zo'r kiyimga o'xshayapti. Endi kiyib ko'ramiz. O, ishlarda zo'r-ku. Qaytdagi kuylaylik normal ko'ra olmadim. Qani? Yo-mayo. Uskunalar ham zo'r ekan-ku. 3-4 tasi oddiynikiga bu qanaqa? Bundan dahshatga o'xshatdi-ku. Ishlatib ko'ralqan.
Qana birimiz ijod ko'ramiz. Yo-mayo. Juda zo'r ekan-ku bu kiyimi. Kiyim zo'rligini. Yo-mayo. Qashaq kiyim ekan lekin bu. Lekin uchmaygan. Na iloj uchmaygan. Lekin zo'r kiyim ekan. Unda keyingi kiyimimiz mana bu kiyim bo'ladi. Mana buni ham kiyib ko'ramiz. Mayo, bunisi ham zo'r ekan. Yo, boshqacha. Mana qaytadan kiyib ko'ramiz. Tashlayverma yerga. Mana kiydi. Yo, bunisi ham kiyishlar tashlaydi ekan, zo'r ekan. Ana hammasi oddiy, hammasiga bor. Bunisi ham ko'pisiga bor, ya'ni hammasiga bor. Bunisi ham zo'r ekan. Lekin ko'k kiyimdagi bo'lolmay ekan do'stlar. Boshqa kiyimga o'tamiz. Unda boshqa kiyimga o'tamiz. Sal multik qilingan kiyim ekanmi do'stlar? Qani kiyib ko'ramiz. Multik emas, ancha multik ekanmi do'stlar? Multfilm Iron Man. O'sha narsalar ekan. Qizig'i o'tkazib Ana do'stlar, bu yerdagi eng yaxshi kiyim, men yaxshilagan kiyimni kiyib ko'ramiz. Qani ketdik bo'lmasa. Ana bu kiyim avvalgilarga o'xshamaydi menimcha. Kiyilmadi-ku. Menimcha bu kiyimni kiyish uchun boshqa tenrodonlarning menimcha ana shunday. Boshqasini kiyamiz. Mana bitta kiyim topib olamiz va o'shanisini kiyib ko'ramiz. Qani? Ana hech kiyim bo'ladi, qani kiyamiz. Dahshatligi nimani? Endi bu kiyimning xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Nima qilyapti bu endi? Hammasiga oddiy shunday. Bir qo'l bilan lazer o'tadi, ikkinchi qo'l bilan ham o'tadi. Bu nima qilyapti? Endi? Uradimi endi bu? Uraygan. Ikkitaligi qaysi? Bu ham o'shandaymi nima? Ikkita mushlik qanaqa? Bu yerni qo'zadim, nima telefonim nima bo'lib ketdi? Yerni qo'zaygan. Blozer tushdi. Boshqa kiyimga o'tamiz. Yo, do'stlar, kiyimlarimiz ham tugab qolibdi. Endi o'rganchi odamning modlariga o'tamiz. Qaysi ketdi? Birinchi modda shuncha o'rganchi odamning modlari bor ekan. Bu modlarni men avval ham ishlatib ko'rdim. Bu o'rganchi odamning o'zi yo'q, lekin o'rganchi odamni kinolarda, videolarda qatnashgan moblar bor-ku, o'shalar bor. Kinolarda qatnashgan moblar bor. Qani bitta bilmasdan olamiz endi. Qani ketdi? Bu qanaqa tuxumlar ekan? Bir boshdan qo'yib chiqamiz. Nariroqqa qo'yaylik, tuxumlar ham yo'q bo'lib ketmasin. Bu Bugatata. Qani haydab ko'ramiz. Bugatatani. Uncha tez ham yurmas ekan. Buni videolarda ishlatish uncha videolar yemaydi. Mashina ham Tarnovka. Mashin uncha menga yoqmadi mashin. Endi bu nima? Kingpin eslaganlar bormi buni? Kingpin. Bu kim ro turgan yo'qmi buni? Buni kallasi qorniga yopishib qoldi-ku bu. Botda bu Kingpin. Boshqa tuxumlarni o'chib ko'ramizmi? Thanos eshak bu. Kingpin bilan o'shtiramizmi? Lizard. Bu ham birinchi qismidagi qahramonni mod deymizmi o'sha? Buni bilmayman. Yo'q, shunaqa moblar do'stlar. Bir boshdan tanishib o'tamiz. Maza mana. Bu tuxumlarni qo'yamiz va boshqalarini olamiz. Butdan o'smancha yaxshilashgan varianti. Qo'lda qilichi ham bor ekan. Demak bu bot. Urish kerak botni. Bu tuxummi? Banditello Malello. Bu Kingpinni naqlarda
nima desam bo'ladi? Yordamchilari. O'g'ilga qo'yamiz. Banditello. Urmayapti. Banditelloni o'zimiz bilamizmi? Ana ketdik. Hammasi jopishdi-ku, lekin urmayapti, o'tmayapti ham. Tushunmay ekan. Boshqa mobni aytamiz, qarochi. Mana do'stlar, boshqa mobimiz nima bu? Nima tug'di bu? Tug'di nima? Nima spawn qildi? O'zi nima, kim bu? Menga farqi yo'q. Yana bitta mashincha bor ekan, mashincha. Haydab ko'ramiz. Tanisi bosib ketamiz, bosib ketmadi. Bu ham menga yoqmadi. Hamma mashinalar bot ekan. Mashinadan tush. Balon qana buni? Qayda yurdi o'zi bu? Yo, what the heck? Robitello, Dalbanello. Robitello. Bu bot ekan, botlar. Oxirgi tuxumlari menimcha ana shular do'stlar. Bu nima, kompyutermi? Kompyuter ham bot ekan, hammasi bot ekan. Ichga kiramiz. Temir odamni, nimaga do'stlar? Aralash ketganmi nima bu? Qum odam. Urg'uncha odam 5-chi qismiga ana shu qum odamdan urush qiladi. Bu nima? Meni ham tonimadim. Bu nima bo'ldi? Nima san? Buni ham tonimadim. Nima? Bot ekan bu ham. Nima qilamiz? Hech chiqmaymiz. Nima bu? Ko'rmayapti-ku bu. Ko'rmasa odammi bu? Symbiote ekan, symbiote. Videomiz shulardan iborat edi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Bu modlarni qayerda topaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, kommentariyada o'zimni Telegram ichkam qistirib qo'yganman. Unda hammaga xayr. Stop. Siz YouTube kanal ochdingiz. Videolaringiz uchun qayerdan sifatli prevyular topishni bilmayapsizmi? Unda sizga Abdurauf okamizni tavsiya etaman. Abdurauf okamiz sizga chiroyli sifatli prevyular tayyorlab beradilar. Abdurauf okamizni qayerda topaman deb o'ylagan bo'lsangiz, kommentdagi silka orqali kirib, o'zlarining Telegram lichkalariga o'tishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, pastdagi nomerlar bilan aloqaga chiqishingiz mumkin.